Bosh og'riqlari har kuni bo'lishi jiddiymi? Albatta, bosh og'riqlarining har kuni bo'lishi bu jiddiy. Bosh og'riqlari katta muammo bo'lib, bugungi kunda eng asosiy ikkita sababi bor. Birinchisi abuzus bosh og'rig'i, ya'ni kundalik ichadigan dorilarimizni bizga ta'sir qilmasligi. Ikkinchisi bosh og'riqlarining zo'riqish turidagi kuzatilishi. Ya'ni zo'riqish bosh og'riqlari. Insultning birinchi belgilari qaysilar? Insult bu jiddiy holat hisoblanib, eng birinchi belgilari kuchli bosh aylanish, nutqning yo'qolishi, yuzning yarmining qiyshayıshi, tananing chap yoki o'ng tomonining harakatdan cheklanib qolishi. Qo'llarda titroq bo'lishi normal holatmi? Aslida olganda, qo'llarda titroq bo'lishi bu normal holat emas. Yoshlarda ham, yosh kattalarda ham. Yoshlarda bu turli xil stresslar natijasida yoki gormonlarning foni o'zgarishi natijasida bo'lsa, yosh kattalarimizda bo'lsa, Parkinsonizm, essensial tremor hamda turli xil alkogoldan keyin kelib chiqadigan titroq kasalliklari bilan bog'liq bo'lgan jiddiy holat hisoblanadi. Yoshdan qat'iy nazar, titroqlar kuzatilayotgan bemorlarimiz albatta nevropatolog qabuliga kelishlari shart. Tushda harakat qila olmaslik kasallikmi? Aslini olganda bu kasallik, lekin jin emas. Sababi tushda harakat qila olmaslik bu bosh miyaning po'stloq qismining tushga javob beradigan markazlarning izdan chiqishi bilan bog'liq bo'lgan holat. Ya'ni qisqacha qiladigan bo'lsak, neyrofiziologiya. Bunday holatda EEG tashxisi juda muhim informativ hisoblanadi. Tez charchash va diqqatsizlik ham kasallikmi? Bu markaziy asab sistemasiga tushayotgan juda katta bosimning alomati yoki asorati hisoblanadi. Istalgan yoshda tez charchash, diqqatsizlikning oshib ketishi bu qonimizda mavjud bo'lgan mikroelementlardan magniy, kalsiy hamda vitaminlardan D va B12 larning yetishmovchiligining eng kritik belgisi hisoblanadi. Bunday holatlarda ham o'zboshimchalik qilmasdan, albatta shifokor bilan maslahatlashib ish tutgan ma'qul.